Assalomu alaykum qadrli O'zbekiston ahli, futbol ahli. Venesuela hamda O'zbekiston milliy jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni sog'inch bilan kutayotgan muxlislar ochko taqdim etilar ekan. Jamoalar maydonga chiqib kelishmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasiga omad tilaymiz. Tarkibimizda o'zgarishlar bor. Xususan Abduqodir Husanov qaytgan. Manchester City'ning mart oyidagi eng yaxshi futbolchisi bo'lishga da'vogar. Yevropani yondirayotgan himoyachimiz qaytgan bugun va O'rozov ham asosiy tarkibda. Bitta o'yinda asosiy tarkib futbolchisiga aylandi qo'ydi. Va tarkiblarni menimcha hozir jamoalar maydonga saflanib bo'lishgach e'lon qilsak bo'ladi va davlatlar madhiyasi ham yangraydi. Shuning uchun keling tarkib futbolchilar birozdan keyinga qolsin. Muxlislar yana stadionni to'ldirib o'tirishibdi va ozgina sukut saqlaymiz. Qiziqarli kechishi kutilayotgan uchrashuv bizni oldinda kutib turibdi. Avval ham bir marotaba Venesuelaga qarshi o'ynaganmiz. 2023-yilda Srechko Katanets bosh murabbiyligidagi jamoamiz bir marotaba to'qnash kelgan va 1-1 hisobi qayd etilgan edi. O'sha uchrashuvda Jasurbek Yaxshiboyev O'zbekiston ba'zi futbolchilarni sinab olish imkoniyatiga ega bo'lyapti murabbiy va 10 ta o'zgarishga qo'l urib o'tgan bahs bilan taqqoslaganda. Deyarli o'rtoqlik maqomidagi o'yinlar o'tayotgandan keyin albatta tekshirib ko'rish kerak, sinab ko'rish kerak, yangilarni albatta tahlil qilib mana shu o'yinga tayyorlanmoq lozim. Bizda endi vaziyat boshqacharoq. Venesuela jahon chempionatiga chiqmaganligi uchun tayyorgarligi boshqacha. Biz umuman mundialga taraddud ko'ramiz. Bunyodkor stadioni shovqin boshqacharoq kelyapti. Venesueladan kelayotgandek tuyulyapti menga. Hali Janubiy Amerikadan jahon chempionatiga tayyorgarlik menimcha. AQShda shunaqa Nasrullayev 13, 5-raqamda Rustam Ashurmatov, 2 Abduqodir Husanov, Jahongir O'rozov 24-raqam ostida harakat qiladi, 20-raqamda esa Behruz Karimov o'ynaydi. Uchrashuvga start berildi. Yarim himoya zonasi Otabek Shukurov 7, 9-raqamda Odil Hamrobekov, chap qanot vinger Oston O'runovning raqami 11. Hozir savol ochilishi mumkin. Qulay imkoniyat. To'pni o'yinga kiritib beradi. Aylantirib burchak zarbasi, hakam ko'rdi hammasini. Aylantir, o'ng oyoq va sal qoldi. Yana O'rozov o'zini ko'rsatmoqchi bo'ldi hozirgi epizodda. O'rozov Husniddin Aliqulov jarohat olgan paytda porlab chiqyapti. Maydon markazida o'zbekistonlik futbolchilar to'pni yo'qotishdi. Hozir esa Venesuelada imkoniyatiga kelishi mumkin. Shu yerning o'zida xavfni bartaraf etish talab etiladi. Chap qanot orqali Venesuelaning hujumi davom etmoqda. Markazroqqa uzatma. Hozir Venesuela hujum tashkil etyapti. Ehtiyot bo'lish zarur. Mana kirib borish bu Gabondan farqli. Miami futbolchisi Messi bilan o'ynaydi. O'tadi. Oston O'runov pas zo'r chiqdi va qaytarishdi. Baribir klass qaytardi. Va shu vakillari yana to'p bilan Segovia yaxshi o'ynayapti. Zarba emas. Oston O'runovga o'yinroqda variant bor. Uzatma jarima maydonchasi ichiga ajoyib pas etdi. Oston mana hozir to'g'ri ish qildi. Istalgan futbolchi gol urib qo'yishi mumkin. Gohida topishadi, gohida topisha olmaydi. Masalan, O'rozov ichkariga uzatma, xavfli. To'g'ridan to'g'ri zarbaga aylanib ketdi. Darvozabon jarohat. Varga boryapti bu hakam. Nima bo'ldi? Video assistent referi tizim ishga tushmoqda. Qaysi epizod uchun? Stadion hayqiryapti. Penalti bo'lib qolarmikan?
Mana. Mana bu joyda uchinchi raqamli futbolchi Husanovni ushlab qolgan. bunga bermasa kerak. Va imkon ko'raylik. Penaltimi? O'yinni davom ettirishga ruxsat berdi chog'i qirg'izistonlik hakam. Singapurga gol urgan ekan. Tortmasdi. Bersa bo'lmasdi-ku, rozi bo'lib qo'yardi. Tortmasdi. Otabek Shukurov Penalti borligi haqida isbotlarni ham aytardik. topardi. Ichkariga uzatma. Va uning o'rnini bosadigan futbolchi ham yetib chiqayotgan, albatta xursand qiladi kishini. Hujum. Oston yana berilib ketdi. Bu safar berildi. Mana shu jamoa hujum tashkil etyapti. Yaxshi. Yana uzoqdan zarbaga berishyapti. Yaxshi zarba yo'lladi mana shu futbolchi. 10-raqamdagi Segovia edi, Telasco. Biz uchun yaxshi zarba yo'lladi, ancha Ehtiyot bo'lish endi lozim. Pas bo'ladi ichkariga. Pas bor edi va penalti emas ekan. Yo'q. Lekin baribir ham bir amallab to'pni uzoqlashtirdik. Birinchi taym yakunlandi. 2 soniya mana shu uzatmadan so'ng. Ammo hozircha hakam bermoqda. Va oxirida urib ketishimiz mumkin ekan. Bo'ldi. Aynan mana shu pallada birinchi bo'lim yakunlanmoqda. Qirg'izistonlik hakam uchdagi yangradi. O'zbekiston ustunligi ostida o'tdi deyishimiz mumkin menimcha. Oldinda bizni ikkinchi bo'lim kutmoqda. Asosiy voqeliklar o'ylaymanki ikkinchi taymga olib qo'yilgan. Husanov o'zi umuman olganda terma jamoamiz juda ham ishonchli o'yin o'tkazdi deyishimiz mumkin. Futbolchilar bir-birlariga juda ham ishonishmoqda. O'ziga bo'lgan ishonch avvalo sezilib turibdi. Oston O'ronov, Jahongir O'rozov birma-bir namoyish etib berildi. Bunyodkor stadionida FIFA Series turniri davom etadi. Endi qanotlardan ko'proq aktivroq bo'ldik. Chap qanotimiz juda faol bo'ldi. Albatta O'zbekiston terma jamoasining ustunligi ostida o'tishi tarafdorimiz. Futbolchi almashmadi. Qizig'i, chap tomonimizdagi Venezuela o'yinning ikkinchi bo'limini boshlab berdi. O'ng tomonimizda esa oq libosda vatandoshlarimiz to'p surishyapti. Keling jamoalar tarkibiga yana bir bor e'tiboringizni qaratamiz. Bu safar Venezuela jamoasidan boshlayman. Jose Contreras sardori, 7-Gleyker Mendoza, chap qanot vingeri David Martinez, uning raqami 20, o'ng qanotda Vikerman. Nihoyat ko'rding, gol ko'rmayapmiz bo'lmasa shu. Vizcarrondo oldingi chiziqqa juda ham aniq uzatma. Eldor Shomurodov to'pni to'xtatmoqda. Jarima maydonchasiga yaqinlashib keldi. Shoma ortga uzatma. Oston. Aziz G'aniyev. Mana bularda endi katta hududlar paydo bo'lyapti. Birinchi bo'lib aniq deb olmay qoldi. O'rozov bu safar Husanov dedi. Nimada? Mana shunaqa epizodlar muxlislarda o'zi ham uradimi deb o'ylagan edik, yo'q. Keldi. Ular ham o'tib ketishyapti. Ikkinchi taym ochiq o'yin boshlanib ketdi. Xavfli vaziyat. Abduvohid Ne'matov o'z o'rnida. Galiklar o'tgan uchrashuvda 8 ta o'zgarishni amalga oshirdi Fabio Cannavaro va Venezuela ustozi ham 8 ta o'zgarishga qo'l urgan. Hozir aynan Janubiy amerikaliklar hujumda toza o'ynadi. O'sha Real mana bu tomonda uzatma bo'ladimi? Zarbami? Mana endi ichkariga. To'sab ketib borishi lozim. O'yi bo'lgan Meksikada o'yinni o'tkazamiz. To'p olib qo'yildi. Bekzod. Behruz yaxshi o'ynadi, ehtiyot. Eldor. Tezlikda ochilayotgan futbolchilar bor. Bu tomonda ham ochilyapti. Nasrullayev berdi uzatmani. Ko'ramiz. Ichkariga uzatma, himoyachilar yaxshi o'ynashdi. Tan olish kerak, ammo hujum davom etadi. Uzoqdan zarba. Yomon chiqmaganda zarbamiz. Hujumda xavfli vaziyat bo'lishi mumkin, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Zarbaga bermaslik zarur va himoyachilarimiz toza o'ynashdi. Bu safar ham himoyadan chiqib tezda qarshi hujumga chiqish mumkin. Oq bo'rilar Eldor Shomurodov variant bor. Shoma bir futbolchidan o'tdi, ammo va o'zi boradi. Hisobni ochadi. Usta churib qo'y. Yiqitildimi? Roran vaziyat namoyish etilyapti.
63-daqiqa. Rosmana Yulduzov top o'tdi va Ashurmatov yaqqol gol urib qo'yish mumkin bo'lgan. Ehtiyot bo'lish kerak. Yaxshi. Qoidabuzarlik yo'qmidi? Qoyil. Ha, e'tiroz uchun. Bunisi bo'laveradi. Kelishdik. Bu borada Mana bu epizod. Hop, o'tib ketdi. Oxirgi. Ulgurgan ekan. Abduvohid oldinga chiqmoqda. Abduvohid harakat qilmoqda va bu safar yaxshi. Juda chiroyli kirib boryapti oxirigacha. Zarbaga qo'yib bermoqdamiz. David bermadi. Shu joyda futbolchi yo'qotadi ozgina. Lekin bermaslik kerak. Sosa Carlos o'yinga tushirildi. Hozir oldingi uzatma amalga oshirildi. Janubiy amerikaliklar tomonidan to'pni egallab olyapti. Yaxshi. Ketaver. Ana bu tomonda ochilayotgan futbolchi bor. Zo'r uzatma. Eldor. Aylan. Bo'lib yakunda qarama inib ketgan. Hozir esa Venezuela hujumda xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. O'zi xayrliki italiyalik murabbiydan penaltilar seriyasida g'alaba qozonish sirlar uyushtiryapti. Bermaydi. Biz o'yin qanoti orqali tashkil etilyapti. Voy! Nima qildi? Bu ham nima qildi? Razov ehtiyot bo'lish kerak va yaxshi. Oxir daqiqalarda hamma qo'rqib qoldi. Aramburu oldingi chizgiga to'pni yetkazyapti. Xavfli vaziyat tepkizmaslik kerak. Zo'r. Yana Offside. zarba yo'nalishini yopiq egallab oldik. Akmal Mazgavoy uzatma amalga oshirilyapti. Yaxshi imkoniyatga kelish mumkin O'zbekistonda. 3 nafar futbolchimiz oldinga o'tyapti. Hojiakbar Alijonov hamda Eldor Shomurodov bor. Shoma tomon uzatma yetib kelmadi. Bo'ldi. Uchrashuv asosiy vaqtda 0-0 hisobda yakunlanyapti. O'tkir Yusupov bizga namoyish etilmoqda. Ladies and gentlemen, the match is tied at 0-0 after 90 minutes of playing time. In order to determine the winner of the today's match, a penalty Bugungi o'yin g'olibini aniqlash maqsadida penaltilar seriyasi xonimlar va janoblar, o'yin asosiy amalga oshiriladi. Uch pallada bo'layotgani uchun ham Cannavaro o'sha Eron bilan o'yinni bejizga eslamagan ekan. Unda ham penaltilar seriyasi hal qiluvchi palla bo'lgan-ku. Boya biz keltirgan Qatar bilan o'yin va play-offning oldingi bosqichlari edi, final emas. Xo'p, kimlar zarba yo'llaydi? Ro'yxat shakllantirilmoqda. Eldor chiqib ketgan, Rostov chiqib ketgan. G'aniyev chiqib ketgan. Amrobekov ham yo'q. Tepishi mumkin bo'lgan futbolchilarni aytyapman. Otabek Shukurov, Otabek bor. jamoa sardori. Doim bor. Sardorlik bog'ichini aynan u qabul qilib olgan. Yangi sardorlar o'zi maydonda, ya'ni keyin chiqib turib sardorlik bog'ichini taqib olishdi. Salomon Ramdon hamda Otabek Shukurov. Qirg'izistonlik hakam kichik qur'a tashlash jarayonini o'tkazib olmoqda. Birinchi bo'lib Ikkinchi tepa Venezuela deb qaragan. Shu birinchi tepsak yaxshi edi, mayli. Abduvohid Ne'matovga shunaqa penaltilar seriyasi nasib etyapmiz. Va menimcha hozir tepa ikki jamoa darvozabonlari chaqirildi. Qoidalar yana bir bor eslatib o'tildi. Jose Contreras o'yinning eng yaxshi futbolchilaridan biri. Jose Contreras o'yinda bir necha super sevlarni amalga oshirdi. Ayniqsa o'sha degan Rondon to'pning oldida Solomon hozir deyapti.
Abduvohid esa qaytaraman deyapti. Va gol urmoqda. 1-0 Venesuela oldinda. Ha, Ne'matov boshqa tomonga tashlandi. Salomon Rondon esa boshqa To'qimiz boshlab berishi. Lekin Neftchida penaltilarni u ijro etadi. Bunga ishonamiz. Biroz hayajonli birinchi bo'lib gol o'tkazib yuborganimiz o'zi aytgan shekilli men boshlab beraman degan. Xo'sh. Zarba va gol. Ajoyib. Biroz qoltis ammo Lekin sovuqqon zarba bo'ldi. Burchakka aniq. yoki mana bu futbolchi noaniq zarba yo'llash kerak. Luis Gonzales zaxiradan o'yinga qo'shilgan futbolchi. Qaytaradi Abduvohid. Yoki To'sin. Hop, yo'nalishni topdi. Ammo yetolmadi. Lekin boya aytdingiz-ku, birinchi bo'lib tepganimiz ma'qulroq edi deb. Chunki hisobda ortda boryapmiz hozir. Lekin vaziyatni o'nglashimiz mumkin. Sherzod Temirov kuchli zarba yo'llamoqchi. Hop, darvozabonni bu tomonga. Ulardan biri Ne'matov katta sahnaga chiqish kerak. bu eng zo'r futbolchi emas. Sosa Carlos. Sosa. Sosa. Chapaqay. Sosa. Sosa. Rustam Ashurmatov. Tanishtiramiz uni. O'zini ham tanishtirib qo'yadi hozir menimcha darvozabonga, Barselona darvozaboniga. Ashurmatov zarba! Ajoyib. Hamma o'sha tomonga tepyapti va bu menimcha murabbiyning ko'rsatmasi. 10 golchiga qarshi chiqyapti hozir. Teo Quintero. Ular chap tomonga tepyapti-yu. Nima bilyapti? Abduvohid. Hopala. Juda kuchli tepdi. O'sha bir yoqimli his bo'ladi. Jamoa lideri Shukurov. Jose Contreras unga qarshi Otabek Shukurov zarba va gol! Ajoyib. Hamma shu tomonga. 10. Saqlaganni yuzlab qolganim bor. 5. Mana bunisini qaytarsa, Segoviyaniki qaytaradi. Inter Miami vakiliga qaytarsa, FIFA Series chempioniga aylanamiz. Zarba! Yo'llashni ma'qul ko'ribdi. Akmal Mazgovoy zarba yo'llaydi. Face to face ishtirok etmoqchi. Jose Contreras oldinga chiqib unga biroz bosim o'tkazishga harakat qilib ko'rdi. Oxirgi umidida va terma jamoamiz aql markaziga topshirilyapti. Akmal Mazgovoy. Va Abduvohidni kelib quchoqlayotgani ham to'g'ri. Fabio Cannavaro ko'tarsa, ikkalasini Photoshop qilsa bo'ladi. Boyagi Cannavaro ko'tarib turgan kubok bilan deyarli bir xilda. Meniki dedi bu. Ishonchli harakat qildi shunga uchun. Salomon Rondon va uning jamoasi Venesuela 2 marta O'zbekiston milliy jamoasi bilan o'ynadi va ikkalasida ham durang. Bittasida esa penaltilar seriyasidagi mag'lubiyat bilan O'zbekistonni eslab qolishadi. Va mana bu medal ularga eslatib turadi. Olmos medal. 26 nafar futbolchi qaydnomaga kiritilgan Venesuelada. Ularning har biriga medallar topshirilmoqda. Toshkent mezbonlik qilgan FIFA Series turniri ularning yodida qoladi mana bu esdalik medallar bilan. -0 penaltilar seriyasida Peshutor. Darvozabon penaltilar seriyasida qahramonlik ko'rsatmagandir, lekin ko'rsatmoqchi bo'ldi. O'yin penaltilar seriyasigacha borishimizga sababchi bo'ldi. Shunday. O'yinda o'zi aslida futbolchilarimiz oltin medal bilan birgalikda kubokni ham qo'lga kiritishmoqda. O'tkir Yusupov, Abduqodir Husanov, Hojiakbar Alijonov, Farruh Sayfiyev, Rustam Ashurmatov, Akmal Mazgovoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskandarov,
Odiljon Hamrobekov, Azizjon G'aniyev, Oston O'runov, Abduvohid Ne'matov, Sherzod Nasrullayev, Eldor Shomurodov, Umar Eshmurodov, Botir Ali Ergashev, Dostonbek Hamdamov, Alisher Odilov, Ibrohim Ibragimov, Behruzjon Karimov, Igor Sergeyev, Umarali Rahmonaliyev, Muhammad Rasul Abdumajidov, Jahongir O'rozov, Muhammad Qodir Hamraliyev va Sherzod Temirovlar. Abduvohid Ne'matov bugungi uchrashuvning asosiy qahramoni desak to'g'ri bo'ladi, chunki eng muhim pallada katta sahnaga chiqdi. Vicente Del Bosque Iker Casillas haqida bir chiroyli ta'rif ishlatgan. Men yoshligida Ikerga ko'proq yelkaga mashq ishlashni tavsiya etganman, chunki hali hayotingda ko'p kuboklar ko'tarasan degan. Bu uchrashuv Bunyodkor stadionida bo'ladi. FIFA Series xalqaro o'rtoqlik o'yinlari turniri g'olibi O'zbekiston Uyda ko'tarish terma jamoasi. boshqacha Va to'qilashadi. Oq bo'rilar chempion. Tabriklaymiz barchani. O'zbekistonlik futbol muxlislarini, O'zbekiston terma jamoasini yaxshi kayfiyat ulashganligi uchun mana bu futbolchilarning har biriga alohida rahmat aytamiz.